Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchi. Ramazonda qimmatli vaqtidan bir qismini bizga ajratgan tinglovchi. Bugun Ramazonning so'nggi kuni. Tarixda yashab o'tgan buyuk ayollar mavzularimizning so'nggisi. 2025-yilning Ramazon kemasidagi sayohatimiz poyoniga yetib, manzilga yetib keldik. Har narsaning boshlanishi bo'lganidek, nihoyasi ham bo'ladi. So'nggi mavzuda qaysi qahramon ayol haqida o'rganamiz bilasizmi? Bu ayol ehtimol Maryam kabi erkak kishining qo'li tegmagan pokiza bo'lishi mumkin. Yolg'iz bolasi bilan qolgan Rumayso kabi ona bo'lishi mumkin. Yomon erning qo'lida qolgan Osiyo kabi mazluma hamdir. Fatima-i Samarqandiya kabi faqiha bo'lishi mumkin. Shifo binti Abdulloh kabi hamshirami? Nano Asmo kabi muallimamikin? Zubayda kabi boy xonim bo'lishi mumkin. Laylo kabi go'zal rafiqa bo'lsa-chi? Musoning onasi Ayarha kabi muhtarama ayolmi? Islom tarixidagi ulug' ayollar ro'yxatini davom ettiradigan muqaddas ayoldir. Navbatdagi kutilgan qahramon ayol siz bo'lishingiz ham mumkin. Xassiz. Bundan sizni nima to'sadi? Nega Robiya Adaviya kabi bo'la olmaysiz? Nega Fatima-i Zahro kabi bo'la olmaysiz? Nega? Yoki sizni qizingiz, opangiz, singlingiz bo'lish ham mumkin. Ummatning buyuk ayoli hozir oldingizda o'ynab yurgan bo'lsa-chi? Buyuklar buyuk bo'lib tug'ilmagan. Islom bizsiz ham g'olib bo'ladi. Alloh azza va jalla g'olib bo'lish uchun siz va bizga muhtoj emas. Kech bo'lmasidan buyuk ayollar karvoniga chiqib oling. Biz Ramazon mavzularimizda buyuk ayollarni tanlashda ularning mavqelariga yoki tutgan o'rniga qaramadik. Biz tanlagan ayollar har sohadan bo'lishi, imkon qadar xilma-xil bo'lishiga e'tibor berdik. Bizni tinglayotgan singlimiz, opamiz, onalarimiz, biz tanishtirgan ayollarning har biridan ozroq bo'lsa-da o'zlariga namuna olsalar degan rejamiz bor edi. Buni uddalagan bo'lsak, bu Allohning fazli. Agar biror joyda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, bu bizning aybimizdir, insonligimizdir. Mashhur gap: har bir muslim va muslima islom darvozasidir. Dushmanning jirkanch madaniyati, axloqsiz ishlari sizning darvozangizdan kirishiga yo'l qo'ymang. Biz sizga havola qilgan buyuk ayollar bu ishlarda sizga ko'makchi bo'lsa ajab emas. Asmo bint Xoris turmushga chiqayotganda onasi Umoma qiziga 10 ta nasihatni qiladi. Mana shu nasihatlarni sizga keltirsak. Birinchisi: qizim, qanoatli bo'l, holingga shukr qil. Ering uyga nimaiki olib kelsa, u xoh yeydigan, xoh kiyadigan narsa bo'lsin, xushfe'llik bilan, go'zal odob bilan qabul qilib ol. Eringga tashakkur aytib, xushnudlik ko'rsat. Zero baxtli hayot kechirishning bir yo'li o'z holiga shukr qilishdir. Holiga shukr qilmagan, nafsini tiymagan kishida ko'ngil huzuri, qalb rohati bo'lmaydi. Ikkinchisi: eringga itoat qil. Qil deganini qil, qilma deganini qilma. Uchinchisi: eringning ko'zi tushadigan joylarga yaxshi e'tibor ber. Uyingning ichini, tashqarisini toza tut. Shunday qilki, hojangning ko'ziga biror chirkin narsa ko'rinmasin. To'rtinchisi: ust-boshingni toza ushla. Shuni yaxshi bilki, inson ko'ziga xush ko'rinish tozalik va ozodalik bilandir. Beshinchisi: ovqatni vaqtida tayyorla. Ovqatlanish vaqtini hech qachon kechiktirma. Ering qachon ovqatlanishga o'rgangan bo'lsa, o'sha paytga ovqatini tayyorla. U kelishi bilan darrov dasturxon sol. Shuni yaxshi bilki, ochlik inson jahlini tez keltiradi. Eringni uxlash vaqtini, uyg'onish paytini yaxshi bilib ol. Yotish payti o'rnini tayyorlab qo'y. Zero uyqusizlik insonni xafa qiladi. Asablari buzuq, xafa odamlarning ehtirosi muhabbatini asta-sekin so'ndiradi. 7-si: eringning mol-mulkiga, ashyolarga juda e'tiborli bo'l. Ularni yaxshi saqla. Avayla muhofaza qil. Chunki uning mol dunyosi senikidir. Erning mol dunyosini isrof qilmaslik, ishning ko'zini bilish va qadriga yetishdir. 8-si: eringni qarindoshi va yaqinlariga hurmat ko'rsat. Ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ering huzurida hurmat, e'tibor, qadr-qimmat qozonishingdir. 9-si: eringni sirini boshqalarga aytma. Ularni bilsang ehtiyot qil. Agar aytib qo'ysang, uning g'azabini keltirib qo'yasan, ishonchini yo'qotasan. Qurayotgan oilang buziladi. 10-si: eringni dinga to'g'ri keladigan barcha buyruqlarini ado qil. Ularni bajarishda tanbal bo'lma. Hech qachon unga nisbatan itoatsizlik qilma. Aks holda senga gina saqlab, oxiri dushmanga aylanadi. U senga dushmanlik yo'lini tutsa, ko'p zarar ko'rasan. Buni daf qilish uchun qo'lingdan hech narsa kelmay qoladi. Shuni yaxshi bilib olginki, ering xafa bo'lganda xursand bo'lishdan, u xursand bo'lganda esa xafa ko'rinishdan juda ehtiyot bo'lgin. Bolajonim, eringga qanchalik ko'p sevgi va hurmat ko'rsatsang, o'zing ham shunchalik muhabbat va hurmatga erishasan. Uning aytganlarini qanday bajarsang, so'zlarini tinglasang, shu darajada e'tibor va ehtiromga sazovor bo'lasan. Bular Umoma o'z qiziga qilgan 10 ta nasihat edi.
Mavzuni Ali Tantoviyning bir hikoyasi bilan yakunlaymiz. Ali Tantoviy so'zini boshlar ekan, menga buni ustoz Baxshat Baytor aytib bergan deydi. U kishi Amerika Qo'shma Shtatlarida qilgan leksiyalarining birida ayollar haqida gapirib, bizda ularning o'z mollarini o'zlari mustaqil boshqarish huquqiga ega ekanligi, uning molini otasi ham, eri ham tasarruf qilish huquqiga ega emasligi, agar ayol faqir bo'lsa, uning nafaqasini otasi yoki eri berishi lozim ekanligi, agar uning otasi yoki eri bo'lmasa, garchi amakisining amakivachchasi bo'lsa-da, merosdan haqdor bo'lgan har qanday qarindoshi uning nafaqasini berish lozimdir. Bu nafaqa o'sha ayol erga tekkuncha yoki o'zining shaxsiy moliga ega bo'lguncha davom etadi. U turmushga chiqqach, uning nafaqasi erining zimmasida bo'ladi. Bunda ayol kishi hatto millioner bo'lsa-yu, uning eri oddiy ishchi bo'lsa-da farqsizdir, deydi Baytor. Baytorning bu gaplarini eshitgan amerikalik bir adiba ko'zlaridan yosh oqib, agar ayollar sizlarda siz aytgandek qadrga ega bo'lsa, meni o'zingiz bilan diyoringizga olib keting. U yerda ozgina bo'lsa ham yashay. So'ngra o'ldirib yuborsangiz ham mayli. Baytor uning gaplaridan ajablanib, uning ahvolini so'radi. Shunda o'sha amerikalik ayol o'zi va qizlarining ahvoli haqida gapirib berdi. Amerikada ayol xur ko'rinsa-da aslida cho'ri, aziz ko'rinsa-da aslida xor. Amerikaliklar ayollarni arzimagan narsalarda ulug'lab, katta ishlarda tahqirlashadi. To'g'ri, mashinadan tushishda ularning qo'llaridan tutishadi. Biror joyga borishsa ularni o'zlaridan avval kiritishadi. Ba'zan tramvayda ularga joy berishadi yoki yo'ldan o'tish uchun ularga yo'l berishadi. Ammo bularning badaliga ularga qarshi chidab bo'lmas yomonliklar qilishadi. Amerikada qiz bola aqlini tanigan bo'lsa, otasi unga hech narsa bermaydi. Eshigi qiz uchun yopiladi. Ota unga bor ishla, tirikchiligingni o'zing ko'r. Bugundan boshlab menda sen uchun hech narsa yo'q deydi. Shu bilan bechora qiz hayot tashvishlariga yolg'iz o'zi sho'ng'ib ketarkan, bundan bu yoqdagi uning hayoti bilan hech kim qiziqmaydi. Bu faqatgina Amerikada emas, u kabi barcha g'arb davlatlarida ham shunday. U yerlarda ayol kishi bizning nazdimizda arzimas hisoblangan bir burda non uchun o'zining eng qadrli narsasi bo'lmish obro'sini, sha'nini, hayosini tikib yuboradi. Bizdagi fosiq kimsa ham xotini haqida gap ketsa, unga eng qadrli narsalarini sarf qila oladi. Uni qizg'onadi, himoya qiladi. Chunki u xotiniga mashaqqat bilan erishgan, qiyinchilik bilan yetishgan.